Mana bu kimniki mashinangizdan chiqdi? Bu Azimniki bu. Assalomu alaykum, keling. Menga qarang, mana bu Jalon aka mashinasidan chiqdi. Siznikimi shu? Qanaqasiga meniki bo'ladi? U jinni bo'lib qolsiz. Alo. O'rtoq Qarag'oz qizim oldinga boradi, nima so'rasa, nima ko'rsatsa meniki degan iltimos. Jinni bo'lib qolsiz. Meniki bu. Voy, qanaqasiga sizniki bo'ladi? Qizlarniki-ku bu. Qanaqa qizlarniki bo'ladi? Men buni Tailandda kiyaman deb olib qo'yganman. Rahmat, kattakon shu olib kelib berganingiz uchun. Og'ayimga ham rahmat deb qo'ying, Alloh rozi bo'lsin. Pomadami? Bu kimniki? Bu ham Azimniki. Bu-chi, pomada ham mashinalardan chiqdi. Bu ham siznikimi? Voy, og'aynim. Ovora qilib sizdan berardim. Bu mebeli New York deyiladi bu. Men chet eldan olganman buni, chet eldan. Mana buni ochadim, mana buni. Mana buz bo'ladi. Ey og'aynim, rahmat. Men sizga umuman tushunmayapman. Bu sizning mashinangizni nima qilyapti? Sen jinnimisan? Mashinada chiqqan hamma narsa qizlarniki bo'larmidi? Unda kimniki? Bu bilan endi o'zinglarni oqila olmaysizlar. Bu kimniki?